Kabinaga hozir yana prank qilamiz. Mashina ekanmi bu? Narxi 33 ming ekan. Yoqdi menga, qorasi bo'lganda. Ancha oldin ko'rsataman deb saqlab qo'ydim, o'zgalari ham yesang. Mana shunaqa mashina olasiz. Menga chiroyli ekan. Buni ham bittasini ko'rdim kecha Toshkentda, zo'r mashina ekan. Qara. Mana lekin ko'p chiroyli ekan lekin. O'zi chiroyli. Chiroyli. Bo'ldi, rasm tugadi ber. Shu ikkita mashinani zarang qilib qo'ydim. Da. Sen ko'rsataman. Telefonni bering. Nima qilasan telefonim? Ko'r bo'lding. Ha bo'ldi, bor mashinani rasmini ko'r bo'lding. Siz tog'da shunaqa qilib yurgan ekansiz-da. Voy, kim aytdi Bering menga? telefonni yaxshilikcha. Bu men emas. Bering telefonni yaxshilikcha. Bu men emas. Bering deyapman telefonni. Emas. Voy. Kim unda? Bekorga 2 kun yo'q bo'lib ketmagan ekansiz-da toqqa chiqib, ha? Voy, men emas bu. Kim unda? Emas bu. Bering unda, ko'rsating. Kim unda? O'z ko'zim bilan ko'rdim sizligingizni, bering. Sun'iy intellekt. Hop, bitta ko'ray. Bitta ko'ray o'sha photoshopligini, bitta ko'raychi. Sun'iy intellekt deyapman u. Ko'ray dedim. Nima taxta ko'tarib olding? Bo'p. Bering. Yaxshi. Yig'lamayman desang bo'p. Bering. ChatGPT esa dedi. Maza qildim lekin. Ber bor, javob ber bor. Qachon to'xtatmoqchisiz? Nima? Shunaqa xiyonat prank. Ay, xiyonati deb bilib qoldingmikin deb turibdi.